Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Körvatqanыңlar Erkin Asiya Radyosu'nun naq meydan tarqıtışı. Ekranımızga hoş geldinglar. Biz bugün yine Angliyada işlep atkan Uyghur Sot Kollegisinin en ahırkı kısmını sizlerle tanıştırıp ötümüz. Aldı bilen bugün düştün burun verilgen bir kısım guvalıklardaki mühim noktalarını hulaslayıp ötümüz. Ondaqda alım efendim, bugün düştün burun verilgen guvaçlarınınki arasındaki şu mühim noktalarını bir hulaslayıp ulanı bir tanıştırıp ötken bolsunuz. Boldu. Bu bugün guvalık bəgən, ətigin guvalık bəgən asasen 3 qəriblik mütəxəssis. Birincisi yani Andrew Goh Efendi. Andrew Goh Efendi olsa bu bir xalqaralıq advokat bulup bu Malayziyanın yani advokatlar cemiyetinin başlığının biri. O yani birisi Malayziyadaki yani asasi kanun komitetinin reisi bolğan. Ötkenki 25 yıl mabeyinde yani xalqaralıq məsələ üstüdə şu naytı təsirdayıcı küçlük bir advokat bolğanlıq üçün bu vaxtda bu Angliyadaki Sot Kollegiyası bu efendimni alayida təklif qilib, yani bu adamның sözgen asaslıq nöqtləri, yani tünigenki, yani Jonas Diamond efendi bilen John Packer ikisi oxşaş, yani xalqaralıq qanun cihetinin bu Xitay hökumətinin Uyğurlar qarta elib berib atqan cinayətləri irqi qırğınçılığa kirəmdi, kirməmdi. Yani Xitay hökumətinin məqsədi Uyğurlarni qismən yoki bütkül yo'qotishmi? Degi xatarlıq bir munç mühim suallar, yani kanuni talaş tartışlar üstüde boldu. Bu adam özümün ait okumuşluq hem bir alim bolğanlıq üçün kanuni alim. Bu adamның bəgən cavabları naiti küçlük, naiti iniq boldu. Mən anlaş jarayonida mənə qattiq təsir qilgani, yani sual cavab jiqraq boldu. Sualda yani bu adamdan deydi, hamda bu Xitay hökumətinin hamda Uyğurlar qaratqan bu cinayətləri ve şunun neticesi bolğan isbatlar bolsun, bu xalqaralıq irqi qırğınçılıq cinayetdeki bu 5 çoğ elementdən başqa bolğan işlarni məsələn Uyğurlar ve yerlik milletlərə. Onu bunun bu dalil isbatның işindən bunu sıqıb çıxarıb etiş kerakmi? Onun bir qismi qilib kirgizishmi deganda bu adam deydi, bu Xitay hökumətinin elib berib atqan bu 5 elementның işi kirdigandan sırt bolğan barlıq jinoiy harakatlar ve şunun münasib bu paketlarni çoğum bu qitim sizlar o'ylashgan chaqda, bu qaror chiqargan chaqda uning ichiga kirgizishinglar kerak deb o'tirib qo'ydi. Yani bir muhim qonuniy talash tortish, yani bir qonuniy o'lcham. Hamda bu yerda nimaga asosan qanday o'lcham bo'lish kerak? Chunki bu xalqaro qonun degan bilan buning o'lchami o'xshamagan ekan. Ba'zilarning aytishicha, yana bu qonun jihatda buni legal standard, yani qonuniy o'lchamda beyond reasonable doubt deydigan bir xil o'lcham bor. Bu yani muvaffaq gumandan yuqori. Bu bir yuqoriroq o'lcham. Buningda nihoyatda kuchli dalil isbotlar bilan yana Xitoy hukumatining yana biz bir qancha kundan yaqin deb o'tib ketgan mana specific intent, ya'ni aniq mudda, bir davlatning aniq maqsadda muddasi, ya'ni Uyg'ur millati qatorliq Qozoq qolganlar bo'lsin, yerlik millatni bevosita yo'qotish bo'lsa, buni isbotlashda ishlatilgan qonuniy o'lcham bu beyond reasonable doubt bo'lamdi. Muvaffaq gumandan yuqori, bu yuqori o'lcham. Yani birisi bu tunigan masalan Jonas Diamond bilan John Packer efendining o'tirib qo'ygani bu o'lchamni ishlatmasi kerak buningda. Buning ishlatilgan o'lcham clear and convincing. Aniq, yani qoyil qilarliq. Bu o'lcham sal tuvanroq bo'ladi. Yani bu Xitoy hukumatining elib berayotgan bu jinoyatlari hozir masalan xalqarada qo'limizga erishgan materiallar, Xitoyning ichki hujjatlari ham shuningga o'xshash isbotlar, dalil isbotlar, guvohchilarning o'tirib qo'ygan so'zlari va guvohlari orqali buningda Xitoy hukumatining aniq hammalarni qoyil qilarligidek bir qonuniy o'lchamni ishlatsak, shuning bilan bu Xitoy hukumatining jinoyatini belgilasak bo'ladi deb shunda kuchli shaklda o'tirib qo'ygan bo'ldi. Shuningga bularniki hozir hamda bu sot uchunmi albatta bunda bir qarorni chiqarish hamda unda oson emas. Yoki qor yoki Xitoy qilib o'tibdi yoki qilmay o'tibdi emas. Bular hamda shu 4 kundan yaqin nurg'un Uyg'ur, Qozoq guvohchilarning og'zidan chiqqan ya 5 dan o'tgan shu qor kunlari ziyonkashlarigina isbotlarni to'plashdan sirt, ya'ni bugungi xalqarалық o'lchamda tunigan deb o'tib ketganda Xitoy hukumati yangi chaqni, ya'ni irqiy qirg'inchilikning yangi tusini olgan shaklda buni yurgizyotdi degan ekan. Buningda asosan bu qaysi qonuniy o'lchamni ishlatsak eng muvofiq, eng to'g'ri bo'ldi, ham xalqaro buningdan qoyil bo'ldi degani bu sotmi buni jihatda o'ylashayotganlik uchun masalan bugun bu Andrew Goh efendi tunigan John Packer bilan
Jonas Diamond efendilerini teklif qilish orqali bu sotmu biz eng ahırda qaysi qonuniy o'lcham orqali chiqarsak bu texmi to'g'ri bo'ldi. Demak, mush odamlarni qonuniy mutaxassislarni taklif qilish orqali mushlarning qonuniy fikrini olgandek turib qarmoqqa. Bu albatta bu sotniki Jeffrey Nice efendi bo'lsin, qolgan bu sotib turgan 10 ga yaqin advokatlar bo'lsin, bular hamısı xalqarалық bir sotchi insonlar. Jeffrey Nice efendini biz hammamiz bilamiz. Sobiq Serbiyaning prezidenti bo'lgan Slobodan Milosevicni sotlagan adam bu. Ve xalqaradagi cho'ng bir sotchi ham advokat. Bular albatta o'z oldiga mustaqil holda hech qanday advokatni aralashtirmay, boshqa advokatlarning xalqarалық advokatlarning fikrini anglamasdan turib o'z oldiga qaror chiqarsa bo'ldi. Ammo bularni aralashtirish orqali xalqarалық qonunlarni Kanadada bo'lsin, Malayziyada qolganlarda bu o'zining chiqargan qonunining kuchga ega ekanligi, xalqaroning qabul qilishina oid muhim rol o'ynaydiganlar. Bu faqatlam bu sotdagi bir qancha odamlarning o'z oldiga chiqargan qaror emas, balkim bu xalqarалық dunyodagi advokatlarning mushaniki chiqargan qonunga belgilik darajada ta'sir ko'rsatayotgan ham umumlashgan bir qaror ekanligini vujudga chiqarish uchun bularning isboti muhim bo'ldi. Shu John Parker professor John Parker mı shu Ottawa'dagi kishilik huquq, xalqaro kishilik huquq qonuni mutaxassisi ham shuning professoridan. Shunday. Bu bayamdab o'tgan Andrew Kuo efendimi, Go efendi yoki Malayziyadagi qonuniy gavdalarga maslahat bergandan boshqa burun bu Birleşken Devletler Teşkilatı Köçmenler idorasiga qonuniy maslahatchi bo'lgan advokat ekanda. Bu demak xalqaro qonun bo'yicha ham mutaxassislashgan, ko'zi ko'ringan bir mutaxassis ekan bu. Sizda o'tgandek demak bu sud tartibida, bu sud jarayonida bu masala bek murakkab bo'lganligi uchun xalqaro qonun sohasidagi har tarafdan mutaxassislashgan mutaxassislarni yig'ish orqali ularning fikrini to'liq ilib, buning qonuniy asosini o'zini chiqargan hukmining qonuniy asosini texmo kuchaytmoqchi. Albatta. Naq shunday. Hozir hamda Uyg'ur xalqimiz uchun, yerlik qozoq, qirg'iz qolganlar uchun bu nihoyatda aniq. Xitoy bizga irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb, bu yakuni nihoyatda oson chiqarish mumkin. Ham shunday tuyg'uda albatta hamma Uyg'ur. Ammo shunday bo'lgani bilan buni xalqaroda, hamda xalqaroning qonun o'lchami bilan isbotlash kerak. Bu bir jinoyat o'tkazganlar bilan bu jinoyat zodi qanday jinoyat, ya'ni qaysi o'lcham bilan buni belgilaymiz, qonuniy jihatdan belgilaymiz degan. Hozir shu bu Andrew Kuo bilan bo'lgan talash tortish nihoyatda bir murakkab qonuniy bir talash tortish bo'lsa-mu, bu odamning o'tirib qo'ygani, ya'ni muhimi bu o'lchamda yana birisi u bu Xitoy hukumatining qilayotganlarining hamda shu xalqaroliq yangi bir o'lcham bu Xitoyning qilayotgani yangi. Uningdan sirt yana abay deb o'tib ketgandek, shu irqiy qirg'inchilik akti nomisidan sirt 5 elementdan sirt o'tkazgan jinoyat ham shuni munosib va dalil isbotlarni bunun ichiga bu qarorni chiqarishda kirgizishning muhimligi. Shunga bu odamning tashabbus qilganimi, hamda shu oldinlarga kelgan shu 5 kategoriyadagi dalil isbotlarni kirgizib, uning sirtini chiqarishning hojati yo'qligini, bu hamda bu sotning nihoyatda bir kuchli, ya'ni ijobiy bir qaror chiqarishda muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Güzel, bek yaxshi tushundingiz. Bu demakchi bu ikki dunyoga asosan shu qonuniy xalqaro qonun o'lchami bo'yicha maslahat ilish ma'lum darajada konkretlashdi deb o'ylasak bo'ldi ekan. Bugunmi yana bu vaqtga yana ba'zi mutaxassislar bu shaxtga jiqroq to'xtalgan bo'ldi. To'g'ri. Undaqda bugun yana bu asli qoida bo'yicha Christian Taylor. Christian Taylor efendi bugun so'zlash kerak. Bugun so'zlash kerak deslar. Ammo bu efendim hamda balkim vaqti to'g'ri kelmaganmi bugunga. Shu 2-chi kunlik isbot berish yig'inida bu odam isbot bergan bo'ldi. Siz shu Christian Taylor efendi bu donliq yozuvchi, bu odamning shu bergan isbot to'g'risida bir bo'ldi. Qisqacha bir xulosalab o'tsak bo'ldi. Siz degandek Christian Taylor bu muxbir o'z vaqtida shu iqtisod vaqt gazetining Beijing turishliq 1983-yildan boshlab iqtisod gazetining Beijing turishliq, Xitoy turishliq mutaxassis bo'lgan, muxbir bo'lgan. Shunday bir muxbirlarning birisi. Hem şu jarayonda bizning vatanga 2 qatim, ya'ni Uyg'ur diyoriga 2 qatim safar qildi 80-yillari va 2002-yili. 80-yillar ziyorat qilgan vaqtida bu odam qumliqlarni, Xotandagi ba'zi qadim joylarni ziyorat qildi ekan. Shu vaqtlarda deydi, biz baqa vaqtimizda shu vaqtda yerliklar Xitoy ko'chmanlarining allburun zo'rliq zo'mbuliqlarga uchrashga boshlagan alomatlar aniq ko'rinib qopti ekan. Shunaq deydi-ku. 2012-yil baqa vaqtida 2012-yili yani deydi. 11-sentabr vaqasidan bir yil keyin bordim.
Basım üyedik vaziyet aldı burun özgürep boptu. Bunun ilamağın Xitay üyedik Uygurlar qartılğan bexatarlik tədbirlerini küçeytip her tarafta Uygurlarını kontrol kılışını başlatıp dedi. Bu adamın alayda tılgılış değişik olan yani bir yeri şu Uygurlu diyardaki şu sepre ve Uygurlarga bolgan Uygurlar bilen alaqalış jarayany hemen toplap durup yani keyin Türkiye'ye berip Uygur diasporasındaki alımlar ve şu ziyaliler bilen sözleş arkalı Xitayning Uygurlarga qaratgan siyasetiga asasen bir kitap yazgan. Yani Xitaydaki Wild West China deydi de. Yani Şinjan'ınki boysunduruluşu. Kitapның ismi şu da hem de. Kitap mı şu Uygurlar hakkında yazılgan tunji şu 80 yıllardan keyinki yazılgan tunji kitaplarının birisi desek boldu. Aslında onun barısında Justin Rodelson degan bir adam var. O adam bir kitap yazgan. Oasis Identity degan, yani bostarlık kimligi degan. Şu yıllar to'g'ri kelsa belki ondan keyin yazılgan kitap bo'lishi kerak. Yaxshi bir yazılgan kitap. Özüm dep o'tdi bu aytgan kitap haqida men bir tadqiqotchi, akademik emas. Shuning uchun mening kitobim ko'pincha Allah'da. Şu yerlerini ziyaret kılgan, yoki ziyaret kılmakçı bolgan. Amma bab tilde yazılgan nurg'unalik ziyolilarga yoki tadqiqotchilarga emas, bir sayohatchi nuqtasidan yazılgan bo'lg'achqa bir ilmiy kitap deb qarab ketmayman, ammo buningda men deydi, Xitoyninki shu Uyg'urlarni bostirish tarixi, ya'ni shu Uyg'urlarni kontrol qilish, mustamlaka qilish tarixi yoki tasarruf qilish tarixi deydi. Ham shu Xitay Kompartiyasining ilgirki ve keyinki etnik siyaseti, bularning milliy siyaseti ve hozirgi bostirish siyosatlarini yurgizishdagi motivlar. Yani bunun chiqish nuqtasi yoki muddaasi motiv deb Uyg'urlar ishlatadi. Mudda desak bo'ldi ekan. Shuni qo'zg'atgich kuch demoqchi-da, hamda harakatlantirish kuch nima buning haqidagi. Shuni men yozib chiqqan deb so'zildi. Bu adam shu Uyg'urlarningki shu hozirgi vaziyatiningki siyosiy hem tarihi arx görünüşünü mayan cihetten yorutup bu yerdeki sotçulara ve angluşlara sungan boldu. Çok bir menzilinin yuğan kısmını hem toluk gözetken boldu. Big picture. Dep qardık. Christian Taylor efendim yaxşı bir guvalık bəydi dep qarsak boldu. Kelsek siz bir qoşmuş qılgan taraftar olsak yaxşı. Christian Taylor efendiden ki hem de bu adam hem de özünün yazgan kitabı bilen ait Uygurlar arası tonulgan. Elbette China's Wild West dep. Bu kitabını mən oxuyan, hem de bu adamınki hem de asasen hem de özü berip bizden vətəngi körüp bir qanç qitim berişki özgüreş. Hem de bu adamın kitabı da asasen hem de yığınçaqlap desek, yani bir bağan çağda bu Xitayning bir mustamlika rayonu işkenligi. Uyg'urlarning qolgan yerlik millatlarning bu mustamlikka uchrayotgan bir xalqlar ishkanligini. Xitoy hukumati bu yerga ko'chmanlar, u buni ko'chirishdan sirt 11-sentabrdan keyin haqiqatan bu rayonni bir yutilish uchun rengarang siyaset ve hareketlerini ilip bağınne. Yani ki Xitoy hukumati bilan bu rayon bilan bo'lgan munosabatning mustamlika ve mustamlika qilinuvchi orasidagi bu munosabat ishkanligini bu kitobda nihoyatda chiroyli ifodalab bergan. Shuninga bu odamning bu isbot berib, hamda bu so'chlarning oldida bu degan bir Xitoylar bir davlatning bir rayonda azroq bir to'plam bo'lganligi, norozilik bo'lganligi uchun bo'layotgan ish emas. Bu aslida tarixdan buyon toki yaqingacha Xitoy bilan bo'lgan bir mustamlik ishkanligini to'liq tushuntirgan bo'ldi. Albatta bu adamning bergan isbotini aytmayman. Yaxshi bo'ldi. Bugunga qaytib kelsak, rahmat. Yani bugun yana shu Safeguard Defenders tashkilotidan Laura Harth xonim, yani Andrew Code'dan keyin Uyg'urlarninki hozirgi vaziyat haqida tafsiliy to'xtalib o'tdi. Siz shu xonimninki bayonlaridagi guvohligidagi o'zingizga ta'sir qilgan muhim nuqtalarni bir xulosalab o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu Laura Harth. Laura Harth xonim bu Safeguard Defenders, İspanya'daki bir kişilik hukuk teşkilatı. Onunki direktörü bu hanım. Bu hanım bugün nəhayət güclük bir isbatlarını bergen boldu. Bunların teşkilatına asasen kıldıgan vazifesi bolsa, yani bu şu Xitoy hökumətinin bu şu təşviqatı, hem tətir təşviqatı, bu şu erkek qırğınçılıqni inkar qilish üçün ilib bağlan tirişçanlıq üstüdə dokladımına ait yaxşı tayarlab evetken, hem bugünkü özünün bergen guvallarına ait güclük şekilde oturup koyuldu. Bu hanımның oturup koyğını, yani Xitoy hökuməti əlbəttə 2018-8 ayda məsələn Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı tunji bulup, bu Xitoy hökumətinin bu şu Uyğurlarını asas qılğan yerlik millətinin kən köləmdə tutup, lagerlarını solab qilishini oturup koyğandan keyin Xitoy hökuməti dəstəbdə özünün vəkilini əvətib,
biz bunda iş qilmayapmiz, biz hech qanday adamning tutqunimiz yo'q deydi. Lekin bu xalqarалық cho'ng bir masalaga aylangandan keyin 2 oydan keyin Xitoy bu o'zining gapini o'zgartirib, biz vocational training center qurdik. Ya'ni kasbiy tarbiyalash markazini qurdik. Biz bu yerda atalmış, ya'ni bu radikalizm, diniy radikalizm yoki asabiylikka uchragan bir qism insonlarni olib ularni tarbiyalayapmiz, kasb jihatda. Shunga bularga biz dastlabda inkor qilgan Xitoy hukumati shaqlam o'zgarib, bu Uyg'ur xalqiga, yerlik millatlarga g'amxo'rlik qilgan, yaxshilik qilgan bir tusga kirib olgan. Undan keyin xalqaro jamiyatning Amerika boshliq Arab ellarining bag'an sira besimi ham Xitoyni jazolash kuchlangandan keyin bu Xitoy hukumati o'zini qo'llash uchun anan keyin bu reallikni inkor qilishga tirishgan. Ya'ni Xitoyning matbuotlari davomli buni yag'an, buni Amerika qatorliq G'arb Amerika boshliq Arab ellari buni o'ydirib chiqargan bu yag'an narsa deganni o'tirib qo'ygan bo'lsa, yana bir jihatdan bu Xitoy hukumati masalan shu 2019-yildan boshlab, ya'ni bugungacha 2019-yil 3-oydan tortib toki bugungacha va hozir 2 yilga yaqin vaqtda, 2,5 yilga yaqin vaqtda bularca oldi-keyni bo'lib Şinjan Uyghur Abdum rayonluq hökuməti 52 qitim matbuot bayonot e'lon qilish orqali bular butunlay buni yag'an deyish. Onundan sırt, yani bu G'arbdagi bo'lsin, Turkiya qolgan davlatlardagi Uyg'ur guvohchilarning so'zini yag'anga chiqarish, ularning urug' tuqqanlarini chiqarib so'zlatish, lagerdagi Uyg'urlarni chiqarib so'zlatish, majburiy emgak qatnashgan Uyg'urlarni chiqarib so'zlatib, butunlay Xitoy Kompartiyasining, ya'ni bularga yaxshi qarayotganligi, bu majburiy emgakning yo'qligi, irqiy qirg'inchilikning yo'qligi, jazo lagerining mavjud emasligi, u faqatlam kasb o'rganayotganligi, mush to'g'risida 52 qitim ilib borgan bu bayonotlarni, matbuot bayonlarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Onun sırt, yani bularning Xitoy Tashqi ishlar ministrligining nihoyatda aktivchanlik bilan tashqi ishlar ministridan sırt har qanday elchixonalarning diplomatlarim bor, hujumga o'tganligi. Bu bunda yo'q, bu nihoyatda yaxshi bo'lyotdi. Bu Uyg'urlar Xitoy hukumati bu Uyg'urlarning ham qolgan musulmon xalqning haq-huquqini nihoyatda yaxshi qo'g'dab kelyotdi degandek, mushunday narsani o'tirib qo'yayotganini. Uningdan sırt yana muhimi hamda bu savol javoblarda bu so'chlarning havas qilgani hamda masalan Xitoy hukumati mushu hatto mushu Uyg'ur sud kollegiyasiga hujum qildi. Masalan, o'tgan qitim 6-oyda vaqtida keyin hujum qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari hujum qildi. Bu qitim Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyning matbuotlari hujum qilgan bo'ldi. Jeffrey Nice apandimga hujum qilishdan sirt oliy sudchi qolganlarga hujum qildi ham jazo e'lon qilgan bo'ldi. Bu narsalarni o'tirib qo'yib, bu Xitoy hukumatining inkosi. Buni hozir o'tgan qitimga isbot berishigini ham bu qitimda o'tgan qitimda masalan Zumrat Davud bo'lsin, Mekrugul Tursun yoki Tursunay Ziyoddin bo'lsin, o sotdan burunlam ularning urug' tuqqanlarini televizorga chiqarish orqali, majburiy iqror qildirish orqali yoki bularga hujum qilish orqali, bularni hatto og'zini buzib tilgan so'zlar bilan, haqorat qilgan so'zlar bilan, bularni buzuq bu deyish orqali bularning inovatiga dog' keltirish, bularning degan so'zlarni inovatsiz qilish uchun o'tirib qo'ygan tirishchanlik. Ham bu qitim Xitoy hukumatining yana davomli holda witness intimidation hamda guvohchilarni qo'rqitish orqali bularni bu sotga chiqib so'zlamaslik. Masalan, o'tgan qitimda masalan Qalbinur masalan hozir Gollandiyaga Qalbinur xonim guvohchi hatto degan chog'da hatto Sayrgul Saudbay xonim dedi, men hozir yo'lga kelayotganda bu sotga telefon keldi, tahdidlar keldi degandek. Bu qitim albatta cho'qmi shunda bo'ldi. Masalan, mushu misollarni oldi. Lekin Xitoy hukumati chiqargan guvohchilarni deydi. Bular hammasi bu chiqqan guvohchilar deydi. Bu xonimning deyishicha, bularning da'vatgan gaplari hammasi o'xshash, bir xillam bu so'zlar deydi. Bir xillam. Chunki bularniki ilq so'zlarni qilgan chog'da bularniki ilq samimiy chin ichidan chiqqan guvoh emas. Chunki bularning so'zlarini qilsak, hamma odamning da'vatgan gapi asosan o'xshaydi. Qarsa manba o'xshash. Hammasi Gonzandag'ni madiyalayotgan, hammasi ananing danisdagi yig'layildatgan, ilq bag'lashayli, birlashayli. Qog'oz qarab o'qiyotgandek bir kayfiyatni bor shu yerda. Qarsa albatta qog'oz qarab o'qiyotgandek, ilq tamtirab, ilq birini yatlab olgandek, ilqni aytish sunniy, tabiiy emas. Qanday? Yani bir şeylik mecburi Uygurlarning ziyolilari qaratgan hujumda masalan bir qancha Uygurlarni chiqarib bular televizorda va asli o'zining televizorni majburiy iqror qildirishning o'zi ularning haq-huquqiga shu Uygurlarning daxli tarafs qilishdan sir hamda ularning yag'anligini bu xonim nihoyatda kuchli dalil isbotlar bilan bularning hamda mening yaxshi ko'rganim shu boshdan oxir Xitoy hukumatining matbuot bayonlari, tashqi ishlar ministrining bayonlari
Annekin bu şu matbuat yığınları ekan. Hem Beijing'de ötküzülgen hem Ürümçi'de ötküzülgen. Ürümçi'de ötküzülgen sırt yani Beijing'de o ötküzülgende onu mu gösterdi? Hatta deydi bu Beijing ötküzülgende mesela bu Uygurlarni ekeldi deydi bazı Uygurlarni. Bu Uygurlar öz xalab kelganda biz bilmaymiz dedi. Anikin ularni kelgan chaqda hammasining talking point degandek İngilizce so'zlash nuqtalari asosan hammasidan o'xshash dedi. Gapning o'rami o'xshash. Buniki bir cho'ng farqi yo'q. Faqatlam asosan cho'ng jihatda o'xshash. Eng oxirida bularning bir farqlandi. Men falan lager vaqtimda menga manda tarbiya berdi, anda tarbiya berdi desa, ay yana birisi qopib, meni bag'ancha majbur emgak ishlatmagan, men falonchi zavodda manchi pulim oylik berdi, turmushim yaxshilandi. Bu pullar bilan men uyimni baqdim, u bu degandek shaxsiy qismi o'xshamagan bilan qolgan gapdan hammasi o'xshash deb. Shu bu kuchli dalil isbotni o'tirdi. Qandalımızı hem de bu Xitayning şu guvochlarga qartilgan har xil axloqsiz hujumlar var bo'lgan. Mayli axborot e'lon qilish yig'inlarida bo'lsin, mayli tor dunyosida bo'lsin, o'zining diplomatlari va axborot organlari, tashviqot, propaganda organlarini ishlatib bularga jiq hujum qilib keldi. Bularning asosiy maqsadi yanilan bu sotni innovatsiylashtirish. Yo'q chiqarish uchun bo'ldi. Lekin qanday bo'lmasin bu xonimning doklati bu biz dedik mushtash bo'ldi deb, lekin mana bir doklad shaklida bir mutaxassislashgan tadqiqot bir ilmiy shaklda hozirgacha xulosalanmaganda, menimcha bu xonimning shu dokladimi shu bo'shliqni to'shqazgan. Shunday o'rganish materiali xarakterlik bir dokladkan deb o'yladim men. Albatta bu dokladni menimcha har bir Uyg'ur o'qib chiqish kerak. Bu ya'ni Xitoy hukumatining hamda Xitoy hukumati shu xalqaro jamiyat, Amerika boshchiligida xalqaro jamiyat Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyapti degan yakuni chiqargan ekan. Xitoy hukumatining o'xshash bo'lmagan organlarining birlashib turib bu jinoyatning o'zini yuvish uchun, o'zini qutqizish uchun shu qanchalik tirishchanlik ko'rsatganligi ham shu chet elga chiqib o'zining ota-onasi bo'lsin, urug' tuqqani bo'lsin, ochisi singlisi bo'lsin yoki bolalar bo'lsin Xitoyning lagerlarida yoki atalmish maktablarga kirayotgan. Shular uchun ovozini chiqarib so'z qilgan, har qanday Uyg'urlar qilingan hujumlarni, ham ularning taktikalarini, qanday shaklda bilan qo'rqitayotganligini nihoyatda to'liq dalil isbotlar bilan sharhlanib chiqqan. Shunga buni chet elda bo'lib urug' tuqqanlarning davosini qilayotgan har bir Uyg'ur bir o'qib tushunishga tegishli bir to'g'ri deysiz. Xitoyning bu tashviqot organlari yana Global Times, ya'ni Yashar vaqt geziti bir necha kunning oldida yana bu sotqa va guvohlarga ma'lum shaklda hujum qilgan bo'ldi. Ularniki bu haqiqiy qismi bo'lgan yolg'on, hatto bularni artistlar deb shunday hatto masalan To'lqin hujum qilib bu bir terrorist qurgan buni onasi asli doktorxonada o'lib ketgan, lagerda o'lmagan degandek. Hozirgacha uning bir gazet yozdi degandan boshqa bir uning bir rasmiy isbotini ko'rsatgani yo'q. Qiziq, qanday bo'lmasin bu doklad shu bo'shliqni to'shqazgan yaxshi bir doklad ekan deb o'yladik. Bugun yana Charles Porton qatorliq bir nechalar so'zlagan bo'ldi. Charles Porton apandi albatta bu Yevropa Birligining Xitoyga avatgan bir muhim arbobi. Bu odam toki 2016-yilgacha shu Xitoyda turib Uyg'urlarning masalasini yaqindan kuzatgan. Bugun bergan isbotni unda biz Mehmetcan siz bir sharhlab o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Siz degandek bu odam ham shu o'zining 37-yillik diplomatiya hayotining 22-yilini Xitoyda o'tkazgan odam ekanda bu. Bu Yevropa Birligininki Xitoy turishliq shu hay'at a'zosi bo'lish bilan bir vaqtda bu qanday qildi degansiniz? Xitoyninki hukumat sistemasidagi Yevropaga munosabatlik ichki siyosatlarni tadqiq qilib Yevropaga o'tadi ekanda. Demak, Xitoyninki ichki siyosati bilan yaqindan tonish va yaqindan tadqiq qilayotgan bir odam. Boshqa bugungi dokladida ham necha kun yo'q dedik. Necha kundan beri berilayotgan guvohliklardagi muhim nuqtalarga qarasak, bu yerda irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan bir davlatni sotlash yoki Xitoyninki davlatning mas'uliyati haqida bo'lgan gaplar bo'ldi. Lekin bu odamninki dokladidagi shu guvohlikdagi eng muhim bir nuqta nima desangiz, Xitoy degan bu davlat bo'lgan bilan bir partiyaning kontrolidagi davlat. Shundoq. Bu partiya kollektiv bir necha siyosiy byurodagi 7 odamninki kontrolidagi bir o'rin. Xitoyda 400 dan ortiq idora boshliqlari bor. Bunun 40 mingdan ortiq. Buningki balkim taxminanisi 1000 nafar Uyg'ur rayonida bo'lish kerak. Shunday bo'lgan sharoitda Xitoyni bir hukumat shaklida bu jinoyatga tortmay, Xitoy Kompartiyasining mas'ullarini va Xitoy Kompartiyasininki
şu Uyghur rayonundaki idare başlıklarını bu cinayetten bu cinayetteki mesuliyetini javobgarlikka tortish, bu cinayet bilan ayıplash, irqiy qirg'inchilik cinayeti bilan ayıplash fikrini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Yana bu o'zininki dokladida Amerika hukumati e'lon qilgan cheklash jazo tadbirlarining tizimlik ichidagi eng yuqori darajadagi hukumat amaldori, ya'ni Xitoy hukumatining partiya amaldorininki Çinçengo bo'lganligi buningki siyosiy byuroning 25 kuchli adamining ichidagi bir hay'at a'zosi ekanligi qatorliq nurg'un zil temalarni so'zlab o'tdi. Menimcha mush dokladagi eng muhim nuqta shu endi. Yana o'zininki dokladida yana deydi, konkretlashtirib aytgan vaqtida Şinjan xizmat korpusininki hozirgi boshlig'i deydi. Wang Yang. Birinchisi Yu Jingsheng edi. Bular ikkilisi amaliyotda Şinjanda bo'layotgan ishlarninki boshdan oyoq javobgar bo'lish kerak. Bular ashad bo'layotgan ishlarni doim hukumatga doklad qiladi. Ham hukumat bularni uyatib, uyatli xizmatlarni ko'zdan kechirishga uyatadi. Bu yerda bo'layotgan ishlarni 5 qo'ldek bildirganlar mushular Şinjan xizmat korpusininki boshliq bo'lganligi, boshliq bo'lishi sifati bilan. Shuningdek bularning mas'uliyatini chetga qo'ymaslik kerak degandek nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Demak, bu odamninki Xitoyninki shu ichki siyosati, ichki organlarning ishlash mexanizmi va qurilmasini yaxshi tadqiq qilgan bir mutaxassis bo'lgan diplomat bo'lish sifati bilan bu odamning degan gaplarimi o'rinliq va kuchli o'zgacha. Ya'ni davlatni emas, davlatga mas'uliyat, ya'ni davlatga shu hokimiyatning beshidagi mas'uldorlarni javobgarlikka tortish degan nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Navbat sizning qo'shimcha qilgan taraflarınız bo'lsa, yana buni yana davomli. Albatta. Bu adamning ta'sir bagini birisi o'zini aytaylik, seasoned diplomatda, nayt tajribasi mo'l bir diplomat bo'lishni istar. O'zi yana bir scholar, bir ilmiy odam ekanda. Bu adamning kuzatishi Xitoyni nayt hamda atrofliqqa. Nayt atrofliq. Xitoyning yuqori qismi, qatlami, o'tir qatlami ham masalan bizning vatanni qanday boshqarish degandek. Bu adam abaytın sözde ötüp getdi, sual cevapta. Bu Şinjan degan bu rayonni Xitoy hukumati bo'lsa yepitib plan, bagilarning asqi tashvitib dunyo diqqat qilmaydigan, ko'maydigan bir vaziyatga kelmoqchi dedi. Ammo bu Şinjan degan yo'g'on strategik bir rayon Xitoy uni qilolmaydi. Ham bu bizning diqqat nuqtamizdan chetnab ketmaslik kerak dedi. Bundan qarashimiz kerak dedi. Ana keyin bu odamning oxirgi savol javobda menga ta'sir qilgani bu hazır mesela bu qitimqi sot, o'tgan qitimqi 6-ay sot ichilishdan burunmi masalan ijtimoiy torbatlarda bu sotning ahamiyati yo'q, roli yo'q, hech qanday kuchi yo'q. Hatto Xitoy inkos qilmaydi degan o'tgan qitimqi Xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, qilmaganini qilmadi hamda bo'lsa hamma Uyg'ur va qolgan guvohchilarni bo'lsa bormay so'zlamaydigan bir darajaga. Bu qitimni ko'rdik, yana bu shu sot ichilishdan burun ijtimoiy torbatda chiqayotgan Uyg'urcha hamda bu. Qolgan tilda emas. Uyg'urlar qilgan bo'lishi mumkin, qilmagan bo'lishi mumkin. Ashundaq bu sot qarori Xitoy hukumati hujum qilishdan sirт ba'zi hamda Uyg'ur chiqqan o'sha qashdan aslarda masalan hech qanday ahamiyati yo'q bo'lgan so'zlashning, anim qilishning hojati yo'q degan. Ammo bu Charles Barton apandidan bugun bu sot kollegiyasining sotchidan biri bu Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi, Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Angliya hukumatiga 28 jihatdan bu sotni aşmaslik, ham bu sotning qonunliq emasligi, ham bu sotninki kuchga ega bo'lmaydiganligi, Angliya hukumati bo'lsa bu sotni ochqizmay taqitish kerakligini Xitoy tashqi ishlar ministrning bayonotchilari keyni-keyindan ayblab hujum qilishdan sirт, ya'ni bu Angliya turishliq bosh elchi Angliya hukumatiga rasmiy shaklda nota topshirgan. Bu albatta odatki gap emas, bu Xitoy hukumati Uyg'urlar mesele üstüde köp devletlerge onda aldırıp bir not tapşamaydı. Angliya notu degan keskin bir mesele bu. Angliya elbette dünyadaki bir küçük devlet emas, dünyanın sonradan bir imperiya bo'lgan bir devlet hazır. Onun ta'siri elbette Avrupada naydı güçlük. Hem de bunun da hem de bu adamdan sonraydı bu 28 jihatda bu inkar qilgan bo'ldi buni. Siz qanday qaraysiz deganda bu Charles Barton efendimi tushundirib bu hatta Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Jolly Jenna qolganlarni to'xtamasdan hujum qilayotgan bu sotchilarga, sotga chiqib guvoh qilganlarga, Xitoyning bosh elchisining hatto majatda bu deganlik Xitoyning qanchalik diqqat qilayotganligi bu sot, qanchalik cho'chib ketayotganligi bu sotga. Ham Xitoy hukumatining hatto buni Angliya hukumatiga besim qilish orqali bu sotni taqitishga tirishchilik ko'rsatayotganligi. Shuning qarata tirishchilik ko'rsatayotganligini o'tirib qo'yish orqali bu Xitoy hukumatining
Endi anikin ya so'chi yana so'raydi. Endi bu Angliyada turishliq bosh elchi bu 28 narsani o'ttirib qo'ygandan keyin sizningcha buni endi bu kabellarni, bu kabellarni yani Beijing avatib Xi Jinping Xitoyning raisi buni bilamdi endi buninglar iliq bevosita bog'lishi bormi? Albatta bor. Undan xabarsiz albatta bu ishlar bo'lmaydi. Hatto bu Uyg'ur sotining ta'siri mana Xitoyning davlatining eng yuqori darajalik amaldorigacha borgan gap buni. Bu sotning rolining qanchalik bo'ldigini ham Xitoy hukumatining bu 12-oyda bular chiqargan qarordan qanchalik andisha qilayotganini bularning inkosi shuni ko'rsatib turmoqda. Demak, bu odam bu hayotni yig'mish savol javobda kuchli bir gapni o'tirib qo'ydi, konkretni ham odam diqqat qilish tegishli bo'lgan. Xitoy hukumati bu ya'ni Uyg'ur rayonida bo'layotgan rizolat, bostirish, bu zulmlarga hech qanday bir ommaning diqqatini ag'dirilishini xohlamaydi deydi. Albatta. Bu shu sud, Angliyada ishlayotgan sud kollegiyasi bu masalaga diqqatni ag'dirishda rol o'ynadi deydi. Shunday Xitoyning hozirgi propaganda bo'limlari, ya'ni biz tashviqot bo'limi deymiz, propaganda desek texnik kuchli keladi, biz so'zni ishlasak bo'ldi ekan deb o'yladim. Propaganda bo'limlari buni 20 soat, ya'ni vaqt qo'shib ishlab deydi-ku. Vaqt qo'shib ishlab, working overtime deydi. Buni o'ziga foydali qilib o'zgartirishga, cho'g'iltishga, texnik kallasini ozdirishga, misinformation taqishga, xato uchlarni taqib, xatoning nazarini bo'lak narsaga ag'dirishga qattiq tirishyapti, aloqada bo'lyapti. Chunki bu odam buni bildirganlik sabab nima desangiz 20 necha yilda Xitoyda turdi bu odam. Albatta. Hatto Yevropaninki shu Xitoyninki ichki mexanizmga oid dokladlarni tayyorlab, Yevropaga o'tadigan tadqiqotchida bu. Ma'lum jihatda istixborot xarakterini bor odamning qilayotgan ishi. Demak, Xitoyni bu dokladga qarasak bu mayli Xitoyninki shu hatto Javlijanninki ishlarini tatib hammani tafsili bilib turshi. Bu odamninki Xitoyninki shu tashviqot ministrligi deymiz, hukumat apparatlari deymiz, ularni qanday ishlaydiganligini 5 qo'ldak. Bek yaxshi bildigan bir mutaxassis ekan. Shunday. Yana birisi hamda bu qitim ikkinchi navbatlik bu isbot anglash yig'ini bu 4 kun davomlashdi. O'tgan qitim 4 kun. 8 kun xalqaroliq so'chilar, advokatlar, mutaxassislar bu shu maqsad. Hatto guvohchilar, nima? Ziyonkashlik uchiruvchilar. Qozoq guvohchilarning bu 8 kun 8 soatdan qilsak o bekchiq bu. Jiqda mana o'ylasak. Bundaq bir dunyoga Uyg'urlarning yoki Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik millatlarning bundaq bir dadi ingliz tilida, butun xalqarada qo'llanadigan ingliz tilida butun dunyoga bundaq naq maydon taqilishi bu tarix tunji qitim. Buningdan Xitoy albatta dahshat cho'chidi buni. Bundaq keng ko'lamlik bir masalan buni bir ilmiy muhokama yig'ini deb qaragan bo'lsakmi? Bu hech qachon 8 kun ilmiy muhokama yig'ini ishlanmaydi shu. Shunday gap. Ham buni bunchalik jiq odamlar bunchalik jiq kuch sarf qilmaydi hamda. Shu jihatni elib aytgandimi, eng zo'r ko'lamlik Uyg'ur diyoridagi bo'layotgan zulmlarga qarshi eng zo'r ko'lamlik bir tekshirish deb qarsaqmi bo'ldi-ku buni. Shunday gap. Albatta, bugun bu guvohlik bergan mutaxassislardan Ryan Tom efendimnikini bir tushuntirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, Ryan Tom efendi oxirida isbot bergan bir mutaxassis bo'ldi. Ryan Tom efendi albatta bu Angliyaninki shu Angliyada turishliq hozir Notre Dame universitetining professori bo'lib, u Uyg'urlar to'g'risida ko'p dokladlarni yozgan va maqolalarni yozgan. O'tgan qitim 6-oyda chiqib isbot bergan. Ya'ni Xitoy hukumatining assimilyatsiya siyosati, ma'rif jihatga assimilyatsiya siyosati. Bu sotdan uningdan so'raydigan yana nurg'un savollar bo'lganligi uchun bu qitim kelib Ryan Tom efendini yana shuni to'liqlama bir javoblarni bergan bo'lsa, deb shuni tushuntirdi. Ya'ni Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatining qachondan boshlanib qanday bo'layotganini. Ryan Tom efendi yozgan dokladini aniq tushuntirgan. Bu Xitoy hukumatining Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ol qatorliq bu millatlarni assimilyatsiya qilish bu Xitoy kompartiyasidan boshlangan emas. Ayni vaqtida shu Manju hukumatiga ag'dirgan Sunjung San shuni o'tirib qo'yibdi ekan. Bu asli Xitoy xalqining soni nopos ko'p bo'lganligi uchun bu qolgan millatlarni biz eritib yo'qotishimiz kerak deganni. Ammo Xitoy xalq jumhuriyati qurilgandan keyin bular atalmış avtonomiya ubularni qurgandan keyin bir mazgil hamda bunday siyosatlarni yurgizmagan, cho'ng millatchilik siyosatini. Xi Jinping chiqqan yoqi hozir Jonghua birligi, Jonghua-izm tunagan James Mulder deganni shuni tezlashtirish uchun hozir keng ko'lamda madaniyat til bo'libmi ma'rifda Uyg'urlarni keng ko'lamda assimilyatsiya qilib, Uyg'ur tilini ma'rif hamma jihatdan siqib chiqarib, Uyg'urlarni majburiy Xitoy tili, ma'rifi,
qabul qilish va Xitoyning madaniyatini qabul qilish eng oxirgi hisobda Xitoy bo'lib assimilyatsiya bo'lishni alohida bugun ta'kidlab o'tirib ketdi. Bu ham Guvalbagi yana bir advokat var. Yani Temple Garden advokatlık ordununki advokatı Rodney Dixon. Yani Rodney Dixon efendi Xalqaro jinoiy ishlar sotiga Sharq Turkiston sürgünü hükümeti ve Sharq Turkiston Uyg'ur şirketiga vakolatan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarni tekshirish şikayet sunulan bir advokatның birisi. Siz bu vaqtda sizning qo'shimcha qiladigan taraflaringiz bo'lsa, bir qiysoq jinoiy ishlar soti qanday ishlaydi? Nima uchun hozirgacha bu ishlar joyida turibdi degan temaladi. Bo'ladi, bu endi bu dunyoda ikki muhim sud mahkama bor. Birisi ICC International Criminal Court deydi, xalqaro jinoiy sud mahkamasi. Yana birisi International Court of Justice, xalqaro adolat sudi deymiz uni. Bu ikki sud asli albatta Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi Amerika g'arb ellari insoniyatga qarshi jinoyat, ham irqiy qirg'inchilik yurgizyapti deyotgan vaqtida bu sudlar asli ega chiqib Xitoy hukumati ustidan bir sud echish kerak edi. Ammo hozircha bular sud ochqini yo'q, ham uni rad qilib keldi. Buning sababi albatta birisi International Criminal jinoiy sud mahkamasi Xitoy uning a'zosi emas. A'zosi bo'lmaganligi uchun bu sudning qonuniy egilik huquqi yo'q, ya'ni Xitoyni ayblaydigan. Ama eğer Birleşken Devletler Teşkilatı şirki devletler ya bulup mu bir xatarlı kengişinin şirki a'zo devletler Xitoy üstüden az qilib, yani xalqaro jinoiy sud mahkamasiga azqisi bo'ldi Xitoyni. Ammo Xitoy hukumati hamda Birleşken Devletler Teşkilatı xavfsizlik kengishining 5ning biri bo'lganligi uchun u inkor qilib rad qila oladi. Ya'ni hech qanday davlatning o'zi ustidan sud qilishni xalamaydi albatta, ham sudga arz qilamiz desa, uni 5ning biri bo'lganligi uchun inkor qila oladi. Shuning bilan bu xalqaro jinoiy ishlar sudi buni qabul qilmaydi. Hozircha qabul qilmasligining sababi bor. To'g'ri deysiz. Lekin mana xalqaro hamda adolat sudini desak, bu Xitoy uning a'zosi. Ammo bu sud hech qanday bir shaxs yoki tashkilotning hech qanday azini qabul qilmaydi. Faqat bir davlat, yana bir davlatni xalqaro kelishim va ahdnomalarni buzganlik sababidan daxil tarafsiz qolganlik sababidan uni sudga torta oladi. Masalan, Rohingyaning masalasiga qarasak, Rohingya Gambiya davlati bu Bermaga bir davlat, yana bir davlatni sen irqiy qirg'inchilik qilib bording deb sud qildi. Tojikiston hukumati, masalan, Turkiya bir qism Uyg'urlarni Tojikiston orqali qaytadi, shunaqmi? Tojikiston buningda hamsherik bo'ldi. Endi Xitoy qaytgan chaqdi. 3000 dek deydi bir Turkiya qaytgan 3000 emas, bir 6 aldı keyin. Tojikiston 3000 qaytadimi, qancha mingni qaytadimi, uni aniq bilmaymiz. Advokatmi aniqsan estimate dedi uni. Faraz dedi. Aniq emas. Ammo bu yerda Tojikiston buning hamsherik. Tojikiston agar Xitoy hukumati Tojikistondagi Uyg'urlarni 3000 yaqin agar 3000 bo'lsa, go'raga elib ochib ketdi deb Tojikiston bir davlat sifatida Xitoyni xalqaro adolat sudiga chiqsa bo'ladi. Hozirgi masala Tojikiston uni qilamdi. Tojikiston uni qilishning o'rniga Tojikiston Xitoyning harbiy bazasi bor hozir Tojikistonda Vahan koridori qarab turgan. Tojikistonmi Xitoyning iqtisodiy bir bag'loq bir yo'l ustiga davlat bo'lganligi uchun shuning iqtisodiy yordamiga ehtiyoj ham Tojikiston hisobda Xitoy hukumatining yanchig'ida bir davlat bo'lganligi uchun Tojikiston hech zamon Xitoyni xalqaro sudga tortmaydi albatta. Mundaq deydi, bu advokat Rodney Dixonning deyishicha 2016-yildan 2018-yilga bo'lgan aralıqda Tojikistondagi Uyg'urlarningki mavjudligi xil zo'r darajada azaydi deydi. Ya'ni 3000 dek odamni qaytarib ketgan bo'lish mumkin degan farazni ham ba'zi bir sonliq ma'lumotlarni o'tirib qo'ydi. Buni qanday ekansiz? Tojikiston hukumati Xitoyga moslashib, bu Uyg'urlarningki dokumenti chataq bor. Deplam Uyg'urlarni tutib olib ekan, olgandan keyin şu zamanlar ya Tacikistan'da hareket kılıbatkan Xitayninki agentleri, Xitayninki alayda xadimleri, yoki saqchiları, maxfiy saqchiları bularni tutup, qavab, kichik gruppalarga bo'lib Xitoyga ketdi ekan. İşte olab 3000 dek adam ba'zilari qichib ketdi deydi, ba'zilari yo'qoldi deydi. Bu odamninki misol olgan yeri nerede bo'ldi desiniz, ayni vaqtda natsistlar Germaniyasimi dunyoning uvabiyalardan hukumatlarga besim ishlatib özünün devletindeki Yahudi nüfuslarını Germaniyaga qaytarib berishni talab qildi ekan-ku. Qaytarib bergan yoki ular qaytarib kelib, bularni jazoga tortib ekan yoki ular har xil qismatlar bilan o'lib ketadigan yoki jazo lagerlariga o'ratilgan ahvollar bor ekan. Selishsak ham eng oxirida Nuremberg sudi ichilmagan bo'lsa, masalan, shu qurilib shu uni masalan Nazi Germaniyani o qolgan hukumatlar ayrim BDT'da, ya'ni bir yerda uni sudga tortgani yo'q.
Şununla ular qaytırıp bəgən təqdirdimi? Qaytırdı məsələn Fransiya qaytırdı, Şvitsariya qaytırdı. Ətrafdakı həmmə dövlət Nazi Germaniyanın tələbələrinin Yahudilərini qaytırıb bədi, nurgun Yahudilar Auschwitz, bu cəza lagerində öldü. Amma bu dövlətlərdən birisi çıxıb Nazi Germaniya üstüdən ayrım bir sot əzğığını yox, yoki cəzalını. Amma İkinci Dünya uğruşundan keyin Amerika başlıq Ərəb əlləri Nazi Germaniyadan g'alib qilgandan keyin ularning yuqori darajalik ofitserlarini Nuremberg alayida sot mahkamasi qurib, harbiy sot mahkamasi. Ashning yuqori natsiyaning yuqori darajalik amaldorlarini shu chaqda yangidan xalqaro qonunni bilan yaratish orqali ularni sotlab hisob o'lim jazosi bergan bo'ldi. Hukatning degan yana bir muhim nuqtasi nima ekan desangiz, bu shu bir odamlarni majburiy qaytarib o'tish, majburiy surgun qilib o'tish, majburiy yoki bir davlat qaytarishning o'zimi insoniyatga qarshi jinoyat bo'ldi ekan-ku. Xuddi hozir Misr bir muncha necha ming Uyg'urni qaytarib o'tdi. Uluslar sot ochmadida, advokat deydi, jurisdiction bo'yicha xalqaro jinoiy ishlar sotininki Tojikistonning ustidan tekshirish ilib berish huquqi bo'ldi ekan. Chunki bu voqealarning 5i Tojikiston bo'lgan ekan. Asli Xitoyda bu ilqi xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo davlat bo'lmaganligi uchun Xitoyning bevosita jurisdiction bo'lmasa-mu, ular bevosita boshqarish huquqi bo'lmasa-mu, amma jinoyat Tojikiston yuz berganligi uchun Tojikistonni boshlama qilib turib, ularga hujum Xitoyga davomlashtirish, kengaytirish bu qonuniy tartib bo'yicha qoida tushirganligini dedi. Amma u Tojikiston bu yerda gap shu hamkorlashamdi, shu ne dapramdi, isbotlayapti. Uni qilib bermasa, navada xalqaro jinoiy ishlar soti Tojikiston ustidan Tojikistonning Uyg'urlarni majburiy tutib qaytarganlik qilmishiga asosan tekshirish ichib qolsa, Tojikiston majburiy uningga moslashishga, chunki a'zo davlat bo'lganligi uchun qonuniy jihatdan moslash majburiyati bor deb. Undaqda olim efendim, siz oldi bilan shu bugun tushdan keyin guvohlik bergan mutaxassislarni tushuntirib o'tgandan boshqa oldi bilan guvohlik bergan Peter Irvin efendimning nutqidagi muhim nuqtalarni bir xulosalab o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Tushdan keyin guvohlik bergan ikki g'arblik mutaxassis Peter Irvin, yana birisi Dr. Adrian Zenz. Peter Irvin efendi bo'lsa, u Amerikadagi, ya'ni Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining muhim tadqiqotchisi. Bu efendim bugun yana ularning o'zlarining yaqinda e'lon qilgan ikki dokladi ham boshqa muhim nuqtalarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bir dokladi bo'lsa, ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniga bo'lgan hujumi bo'lib, Uyg'ur imomlarni tutishi, solishi, islom dinini nishon qilish ustida bo'ldi. Yana birisi bo'lsa, ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarning shu ziyoli qatlamini, masalan, Şinjan Üniversitesi'nin sobiq müdiri bo'lsin Toshpo'lat Tiyib va Şinjan Meditsina Üniversitesi'nin sobiq müdiri Halmurat G'ofur bo'lsin va shunga o'xshash nurg'un Uyg'ur tarixchi, yozuvchi qatorliq insonlarni Xitoy hukumatining tutib, Uyg'ur millatining bir millat sifatida mavjud bo'lishi, Uyg'ur madaniyatining bir avloddan yana bir avlodga taqilishi, Uyg'urlarning bilim yurtining eng chong boshliqlari qatorliqni Xitoy hukumatining qandoq tutib, bu bir qatlam ziyoli Uyg'urlarni turmaga solishi, shu to'g'risida nihoyat inchiklik bilan o'zlarining tadqiqot dokladini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Yana birisi abayda o'tib ketgandek, shu Xitoy hukumatining ilgariki bir qancha mutaxassislar o'tirib qo'ygandek, mechitlarni chiqishdan sirt, yana shu mechitda nurg'un yillardan yoqi imom bo'lgan, diniy arbob bo'lgan, shu insonlarning hammasini Xitoy hukumatining asosliq tutib, so'lab, islom diniga hujum qilishi ham Uyg'urlarning dinini committing these crimes as opposed to an individual. And so I think in terms of this... Aldın elib, bularni tutub solab qo'ygan to'g'risida nihoyatda yaxshi unumlik, sistemlik doklad bergan bo'ldi bugun. Rahmat, to'g'ri yaxshi tushundingiz. Bu yerda bu Peter Irvinning dokladida diqqat qilish tegishli bo'lgan bir necha taraflar bor. Bayam siz degandek birinchi sungan dokladida masalan shu diniy zotlarning, ya'ni Xitoyning hujum qilish nishoniga aylangan diniy zotlar haqidagi dokladida bular deydi 204 diloni, ya'ni ko'rib chiqdik deydi. Buning ichida asosliqi shu bu 204 qo'lga ilingan ya'ni ziyoli va diniy zotlar. Buning ichida 29% diniy masalalardan tutqun qilingan. Ba'zilari shu ailesiga bog'lab tutqun qilingan-da. Onundan boshqa bayam dedik, bayam Uyg'ur ziyolilaridan siz Halmurat G'ofur va Toshpo'lat Tiyiblarni tilga olib o'tdingiz. Yani bu Peter Irvin yaqında shu o'lim jazosiga buyurilgan Sattar Savod, yani Ma'rif nazoratininki
Marp nəşriyyatınınki muharrirlərdən Yalqorozi və Osmancan, yəni Vaycan Osman qatarlıqlarını tilgə elbətdi. Deydi, Xitayның hökumətininki axbaratıda göstərən uçurlarga qarğanımızda deydi. Bular nəşr qılğan kitab 2003 və 2009 yılları besilib olğan. Xitayның təsdiqindən ötəb besilgan kitab ekan deydi. Bular jazalanğanı 10 yıldan keyin yoki onundan uzaq vaqtdan keyin 2019 yılı jazalanğan bu Xitay hökuməti göstərən bölgünçülük haqqındakı uçurlarga qarasaq, faqat bununki bir yerdə şu Şərqi Türkistan hökuməti Cumhuriyeti axırı qatımqı, yəni 1949 yılda 44 yıldakı Şərqi Türkistan Cumhuriyetininki rəhbərlərinin rəsmini bəgəllik olğan deydi. Demək, bunun verilən cəzanın müəlliqədək məcburlaş, adaletsiz işgəlligini bula qartılğan bu hücum nişanının mı yanılamsız deyib ötdünüz. Uyğurlarının tarixi, Uyğurlarının mədəniyyəti, Uyğurlarının dinini keyinki evlatlarga yetkiziş yollarını qısqartış üçün elib verilgan bir hərəkət ikənligini deyib ötdü. Yəni bu jarayanda bir sual sordu. Bayanmaylık Charles Port'un oturup koygan, pardon. Yani Xi Jinping'ninki bir milletini yok tutuş için onun tarih olan medeniyetini yok kılış gerek. Onu yok kılış için katlamını yok. Şu tarih olan yani medeniyetini yetkizgiçi katlamını veren kılış gerek. O yak şimdi deydi o. Bu yan nemde dedisiniz bu alıqı bu tarixini özgerdi otadı deydi. Bu hem de Şərqi Türkistan sürgün Şərqi Türkistan Cumhuriyeti boğan mı? Boğan tarixdə. İşqitim boğan. Hatta Xitayınınki onun ait tədqiqat maqalları nəşr qılğan kitab durmu var. Da Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti olsun 1933 yıldaki yoki 1944 yıldaki Şərqi Türkistan Cumhuriyeti olsun. Bu tarixdə boğan, bunun da əskerli boğan, onun hatta muzeydə bununki nimeler var da, bunun asari etiqlər var, bayraqlarını tatıb boğan bir nəsə. Bunun tarix kitabdan çıxırıb ötdi degan gap nima bo'ldi desiniz? Peter Erving'nin gepi bo'yicha aytmanda tarixni o'zgartish. Shunday. Sun'iy tarix yasab chiqishni ko'rsatdi. Deb yaxshi bir guvohliklarni berdi. Ya'ni sizning qo'shimcha qiladigan taraflaringiz bo'lsa, biz buni qilsak. Buni faqatla bir savol javob jarayonida u bir so'zchi so'radi bu Peter Erving'dan. Ya'ni Xi Jinpingning so'zini aql keltirdi. O yerda ya'ni bir millatni yo'qotish uchun uning tarixini yo'qotish kerak deb. Hem de hazır şu Peter Irwin'in cevabıdır mı hazır asaslığı hem de bu sotuk gerekliği mi hazır mı sizde bedep ketken John Packer'ın cevabıdan sırt yani bu Xitay hükümeti fakatlam assimilasiya qilish mı ya başka mı maksat ne mi degende bu Uygurlarning hem de assimilasiya qilishlam emas. Atalmış dini asabilik ve terrorizm vani qilib milyonlagan Uygur ve yerlik milletlerini solaşlamamız. Hazır bulanınki anikin ballani Xitayning maktabları evet şatanısını ayırış, Uygur tilini çekleş, vagaza deb ma bir qancha kundan yaxı deb ketgan. Eng muhimi yani bu Uygurni Uygur bir gavdi sübtida tik turib to'g'izib atgan, bu Uygurlarning eng yuqori qatlam ilm bilim sohasi, dini sohadagi. Bu erbablarni Xitoy hukumati tutib, hamda bularning dalilligini ish ko'zni ochib bo'lsa, amaliyotda hammamiz bilamiz bu songa oid yuqori ham ko'p. Shuningga bularni yo'qotgandan keyin hamda bir millat davomlashamaydi. Hamda shuni bu Peter Irwin menimcha dokladlarni o'tirib qo'yib yaxshi isbotladi. Yaxshi isbotladi. Bugun yana tushdan keyin guvohlik bergan mutaxassislarning qatorida kommunizm qurbonlari tadqiqot jamiyatininki oliy tadqiqotchisi ko'zi ko'ringan tadqiqotchi Adrian Zenz o'zining yangi bayqashlardagi ba'zi muhim nuqtalarni qisqartib tunishtirgan bo'ldi. Ham dedi yana mening bu vaqtdagi maqolam e'lon qilindi deb. Jamestown Foundation'da e'lon qilindi ekan. Siz shu doktor Adrian Zenzning bergan guvohligidagi o'zingizga ta'sir qilgan muhim nuqtalarni bir xulosalab o'tgan bo'lsangiz, navoda men kam qag'ayros men qo'shimcha qilsam bo'ldi. Bo'ladi. Bu doktor Adrian Zenz albatta biz bugun aytgan dedik. Bu odamning o'ynagan roli hamda shu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatni oshkorlashda bu odamda zo'r bir rol o'ynagan bir olim kam uchraydi albatta. Bu doktor Adrian Zenz 6-oyni bir qitim isbot berdi. U chaqda isbot bergan chaqda u chaqda bu odam maxsus shu sud kollegiyasiga naq vaqtida chiqarish uchun o'zining dokladini, uning dokladining e'lon bo'lmagan dastlabki nusxasini shu sud mahkamada hamda o'tirib qo'ydi, sud kollegiyada. Bu vaqtda buning ayatligi uning yana bir eng cho'ng dokladi e'lon qilinmoqchi ekan Jamestown fondi jamiyatining to'rbetida. Uni bu qitimqi sud kollegiyaga naq keltirib, ishki dokladni bu sudning oldida isbot sifatida bergan bo'ldi. 6-oyda berganda yana
and the dominance of Uyghurs. Yani Uyg'urlarning halqiliq muhim rolini, yani Uyg'ur rayonidagi yo'qotish. Xitoy nüfusunu ko'chaytirish, population optimization degani. Yani Uyg'urlarning o'zining an'anaviy turayotgan joylarini qo'zg'ab, ularni asta-asta shimolga yo ishkirga yo'tkash yo lagerlarga silish orqali bu yerlarni quruqlab, hamda ishkirdan Xitoylarni ko'paytirish orqali Uyg'ur nüfusini qadam-qadam azaytirish bo'lsa, bu qitimqi yangi doklad xabarning oldiga chiqqanda bir qancha qitim so'zlab o'tib ketdik uni. Uyg'ur nüfusini 2040-yilgacha 2,16 milliondan 4,5 milliongacha azaytish, yo'qotish yani. Bu orqali ishkirdan texnik ko'p Xitoy nüfusini ko'chirib kelish, Xitoy nüfusining bu yerdagi kuchlik o'rnini tiklash Uyg'ur rayonidan Uyg'urlarni bir texnik az sonli bir osonlik millatga keltirib qo'yish, uning albatta pok dalillar, sifatlari. Uyg'urlar ayollar tug'mas operatsiyasi qilish, uzuk selish, bolalarni yo'tkitish degandek u narsalarni so'zlab o'tdi. Aniki eng muhimi bu odamning bugun o'tirib qo'ygani ham menga ta'sir qilgani. Bu odam hamda bu sotqim kerakligi shu. Yana bir qancha kundan yoqqa deb o'tib ketdik. Specific intent. Yani aniq maqsad, mudda. Bu Xitoy hukumatining aniq niyatdayli. Mushundaq Uyg'urlarni erkek qirg'inchilik qilish orqali yo'qotadigan aniq niyati bormi yo'q degani nurg'un advokatlardan so'radi. Bu adam bu qitimqi tadqiqot dokladida shuni hisobda isbotlay olgan bo'ldi. Bu adam dediki, bu niyatini Xitoy hukumatining. Bu niyatini qanday bilmaymiz desak, garchi Xi Jinping chiqib Uyg'urlarning hammasini qirib yo'qotamiz demagan bo'lsa-mu, endi bu shu Xitoy hukumatining shu 2014-yilda Xi Jinping Uyg'ur rayonini ziyorat qilgan chaqda u Qashqadaryoga bordi, Bingtuanni ko'zdan kechirdi. Ana keyin shu chaqda uning degani islom degan virus deganni shu chaqda bular chiqargan dedi. Amaliyotda dedi bu Zhang Chunshen shu chaqda 2014dan tortib 2016gacha Chunchuanga kelgacha 2 yilda bular Uyg'urlarni lagerlarga selib, sinoqni boshlab qo'ygan dedi. Shuningga bu Chunchuanga kelishlar boshlanib bo'lgan bu ish dedi. Shunga biz masalan tunigan guvoh bergan Turkiyaga Abdusalom apandin desak, u odam masalan 2016dan burun Xotanda tutilib solingan bu lagerga. U odamning degani naq bu Adrian Zenz apandidan bu ishni isbotlab turdi. U chaqda bular Qashqar Xotanda yezlarda sinoq tariqasida ba'zi Uyg'urlarni tutib sinab ko'rib, bu bo'lgan ish ekan degandan keyin deydi. Anan keyin Xitoy hukumati texmo vahshi Xi Jinpingning bu yangisini siyosatini ijro qila oladigan Chunchuangoni avatdi. Chunki Chunchuango Tibetda 7 yil turib, Tibetda buni xili bir yurgizib, xili bir tajriba sohibi bo'lgan ekan. Shuning bilan Chunchuango buni o'zining vakili sifatida Zhang Chunshenni yo'tkab, anan keyin Chunchuango orqali buni o'rinlashtirgan deydi. Anan keyin bular shu Chunchuango kelishdan burun, masalan, u de-extremification law and then asabiylikka qarshi turish, asabiylikni yo'qotish, asabiylikni yo'qotish, nizomnomasini chiqargan bular, ochqunlikni oldini olish atalmish. Shuni bular bu Xitoy hukumatining lager siyosatining hammasi musha atalmish qonun bilan birlashtirilgan, boshlangan bu asosiy dedi. Bu asosini kim soldi deganda, buni Abdum rayon o'z oldiga tuzib olgan narsa emas dedi. Buning Beijing markaziy hukumati bevosita qo'l tiqib birlikda buni vujudga chiqargan dedi. Mushning vujudga chiqishi bilan bu Xitoy hukumati bu lager siyosatining asosini, qonunlik asosini tiklagan dedi. Bu orqali odamlarni tutgan, bir yildan keyin yana azroq kengaytirilgan bo'lsa-mu, xalqaro jamiyat uni bilgandan keyin bular kengaytirishga majbur bo'ldi albatta. Shunga uni ongoing premeditated dedi. Chunchuanga kelgacha. Chunchuanga kelishdan burun bu plan bor, buni sinagan, bular mangdirib baqqan. Kichik darajada bo'lsa-mu, anikin Chunchuangoni avatish orqali Zhang Chunshenni yo'tkab ketib Beijingga, Chunchuanga buni qaybeklarcha ijro qildi dedi. Anikin buningga aralashgan bu Chunchuangoning o'zi shaxsiy bir odam qilib, bunchilik odamni so'laydigan, bunchilik odamni so'lash uchun millionlab, milliardlab dollar ketadi albatta. Bunchilik iqtisodni o'z oldiga bunda ishiltamaydi. Bu uchun Beijingning markazining bevosita ma'qulligini o'tmasa, u mumkin emas degan narsani o'tirib qo'ydi. Anikin bu kimning degani Adrian Zenz. Anikin bu asabiylik qarshi nizomnomani tuzgan chaqda buni bu Xitoy hukumatining eng chong Xi Jinpingdan tortib Xitoyning siyosiy byurosi anan keyin Xitoydagi diniy ishlar komiteti Beijingdagi masalanda mamlakatlik diniy ishlar byurosi. Shular hamsi aralashgan deydi bu asabiylikka qarshi qonunni chiqarishda deydi.
Şuna onundan sırt bu Xi Jinping, Li Keqiang bu siyasi büronik. Anaynikin ettiğini sözde betep ketken Şinjan Hizmet Grupsu'nun başlığı Wang Yang bular bevosita bu işlarga qo'l tiqqan ham aralashgan deydi. Shuningga anaynikin bir qancha narsani misol qildi. Bu Adrian Zenz misol qilgan chog'da masalan toki bugungi kungacha dedi. Xitoyning matbuotlarida hammasida Xi Jinping Jushi Wei Zhongxin Xinda zhijiang政策 hozir deyotgan. Xi Jinping raisimiz Xi Jinpingning yo'l yo'rig'i bilan mangdogan yangi Xinjiang siyosatini. Reis Xi Jinping yadroliqidagi dedi. Yadrolarda. Wei Hexinda. Shuningga bu bekadimikago Xi Jinpingning yadro demaydi. Shu Xi Jinpingning buyrug'i bilan yangidan Xinjiangni boshqarish siyosati deganimiz naq shu siyosat hozir Xinjiangga mangdirayotgan. Shunga bu Beijing buni bilmasdan turib, uqmasdan turib, haliqi bu Xinjiangga beriblam o'z oldiga mustaqil holda elib ketalaydigan bunda bir siyaset bo'lmaydi. Yana birisi hozir nurg'un matbuotlarda, dokladlarda Xinjiangni architect of the Xinjiang policy dedi. Yani Xinjiang siyasetining arxitektori dedi. Ameliyat o emas. Undan burun Zhang Junshan buni boshlab bo'lgan. Buni Xi Jinping bu emsanimi qildi. Anikin deganda bu Xi Jinping 2020-yili deki Xinjiang Hizmet Grupsu'nun yig'inida bu naitde faxrlanib turib, bu Xinjiangning xizmeti, yangi siyosati naitde g'alabalik bilan mengyotidi deb ta'rifladi dedi. Bu shu naq Xinjiangning mangdugan mushu siyosati agar Beijing yoki Xi Jinping buni qo'llamagan bo'lsa, buni taqdirlab, buni mukofotlab, bunda qilmaydi deb, ya'ni Xinjiangga o'z oldiga mustaqil holda Xitoyning raisi Xi Jinping ham siyosiy byurosining yo'l yo'rig'isiz, ma'qullig'isiz Xinjiangga faqat bir peshka bunda ishni o'z oldiga mustaqil qilolmaydi degan yakuni chiqadi. Menga ta'sir qilgan gaplar shu. Siz asosan umumiyatdan xulosalab o'tdingiz, yaxshi bo'ldi. Bayammo dedoqiliqi shu Uyg'ur nopusninki mutlaq ustunligini yo'qotish haqida ilib borgan siyosatlar haqida to'xtaldi. Masalan desak, bayammo bir diagram bilan ko'rsatdim o Peter Erwin. Mesela hozir bizning Uyg'ur rayonidagi nopus qurilmasi qaraydigan bo'lsak, Janubiy Uyg'ur rayoniniki nopusning 82%ni Uyg'urlar egallaydi ekan. Shundaq. Bu 17%dan yuqoriroq qismini Xitoylar egallaydi ekan. Qolganlar bilak asalliq millatlar borda, bilak asalliq deb ko'nab qopdiq, bilak Xitoy bo'lmagan millatlar bor bu yerda. Shundaq. Masalan, Qirg'iz degan millatlar bor. Endi shimolga qaraydigan bo'lsak, bu shimolda 73% dak yuqori bu. Xitoyning nopusi. Uyg'urning nopusi 13%, bundan boshqa Qozaq, Tungan, yo u yerdagi yana Shiva degandek nurg'un millatlar bor, Dag'ur degandek. Buni qo'shsak, balkim yana bu 7% bo'lsa, shu 100% bo'ladi degan gapda. Uyg'urning nopusi 12%. Bu yerdagi demak Xitoyning hozir tig'uchi Uyg'ur Janubiy Uyg'ur rayonidagi Uyg'ur nopusining mutlaq ustunligini shalanglashtirish. Bu vaqt bo'lib o'tganligini dedi, yana bayan bir sizim deb o'tdingiz, ammo Xinjiangga Uyg'ur diyoriga bosh sekretar qilib tayinlangan vaqti 2016-yil 8-oyga to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu Xinjiang xizmat yig'ini 2014-yilda bir qatim ikkinchi qatimliq ichildi-ku. Deydi bu yerda bu deydi lager siyosatini ular boshlab bo'lib 2017-yil martga kelgan vaqtida bu lager siyosatining lager tuzilmasini qonunlashtirish, normallashtirish va o'lchamlashtirish haqida bir yo'l yo'riq bular bir belgilamani chiqadi deydi. Chiqargandan keyin harakatda nishonni o'ttirib qo'ygandan keyin buni hamda markazga yo'llab 2018-yili qayta tuzitilgan nusxasini e'lon qildi deydi. Bu tuzitilgan nusxasini e'lon qilgan nusxasini ko'rsatgan vaqtida kim ko'rsatdi ekan desangiz, Xitoy hukumati va markaziy hukumati va Xitoy Kompartiyasidagi eng nopuzli 3 organ. Shundaq. Birisi Xinjiang xizmat korpusi. Buningda bayamdab o'tdik, Wang Yang, Li Keqiang qatorliqlar bosh bo'lgan bir organda bu. To'g'ri. Ikkinchisi Qonun ishlari komiteti, Xitoy xalq qurultayining qonun ishlari komiteti. Uchinchisi Xitoy diniy ishlar komiteti. Shundaq. Mush 3 komitetninki ma'qullikni o'tkazdi ekanda, bir o'tkazib, bunda tuzish kirgizdik buningga degan yog'i bu rasmiy ijro qilishga boshlaydi ekan. Buning markazi bilan nima uchun bevosita munosabati bor degan joyda bu Xinjiang xizmat korpusining boshlig'i bo'lgan odam Xitoydagi 3-numurliq Xitoy siyosiy byurosidagi 3-numurliq shaxs Wang Yang degan. Wang Yang. 2-numurliqi bu Li Keqiang bo'lsa, 1-numurliqi Xi Jinping bo'ladi. Demak endi bularning hammasi Xi Jinpingning hokimiyat chemberining ichidagi odamlar. To'g'ri. Unda olganda Xi Jinping bevosita. Yetisida, bevosita
Ən üstünki 3. Bunun bevosita bunun nimasi bo'ldi deganda buningdan ko'rsatdi bu odam. Shunday. Yangi bayqalgan dokladida. Qolgan yerlarni asosan siz chiroyli shaklda xulosalab o'tdingiz, ammo bu odamninki yig'inga sungan bir dokladi bor. Bu dokladdagi muhim bir nuqtalarni men azroq ko'rsatib o'tishni to'g'ri topdim. Chunki bu yerda bu biz diqqat qilmasa bo'lmaydigan bir nuqtalar bor-ku, masalan deydi. Xitoy Kompartiyasininki uzun mezgillik Şinjan stratejisini bu adam 5 nuqtaga yig'inchoqlabdi-ku. Birinchisi deydi, shu nüfusni kamlashtirish uchun internment, ya'ni yig'ilish va turmush qavash siyosatini yo'l qo'yish. Ikkinchisi ota-onalarni bolalarning ota-onasidan arvetish. Bu yo'l qo'yayotgan siyosatni umumyuzlik yig'inchoqqanda 5 nuqtaga yig'inchoqlayotgan ikkinchisi shu. Bunda bo'lgan vaqtida Xitoy bolalarni hukumatning bevosita tarbiyasiga ala oladi. Bu vaqtda ota-onalarning bolalarini diniy, madaniy va Uyg'ur kimligi bilan to'yindirib cho'ng qilish fursati butunlay yo'q bo'ladi. Shunday. Bu qanday bo'ldi desangiz, bu vaqtda Xitoy hukumati bu bolalarning yuragi va ming'isini o'ziga moyil qilib o'zgartirib chiqadi deydi. Uchinchisi majburiy emgak deydi. Majburiy emgak bilan bunday bo'lgan vaqtida Uyg'urlarning ko'pinchasini majburiy emgaklik zavodlariga yig'ib olsa, bularning kundalik hayotining hamma tarafini, hamma qismini hukumat kontrol qiladi. Bu vaqtda ularning tug'ilish ko'payish, o'ylash ishlarining hammasininki hukumatning yaqindan kuzatish ostiga ilinganligini deb o'tadi. Shunday. To'rtinchisi bayam siz dedingiz, shu Uyg'ur rayonidagi Uyg'urlarning nüfus ustunligini kamaytirish uchun keskin şekildeki planlıq tug'ut ve tug'utning oldini olish, tug'utning cheklash siyosatlarini yurgizish. Bu 4 bo'ldi. Bundan boshqa Xitoy shu o'xshash bir vaqtda ko'plab Xitoy ko'chmanlarini bu rayonlarga yuklab kelib, nüfusni shalanglashtirish, Xitoy nüfusining sonini ko'paytirib, Xitoyning nüfusini ustunlik ega qilish. Yani 5-ci bek mühim nokta bu Xitoy aldıbırın işi aşırı oldu deydi. Bunun da xalqaralıq nimelerge eyipleşlerge uçurashning oldini olish uchun, mesela İslam Əmkarlıq Təşkilatı, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq xalqara institutlar, xalqara təşkilatlarını ularni kontrol qilish, egallash, ularning fikrini o'ziga moyil qilish. Xitoyning strategiyasi 5 qadam bo'yicha elib mengyotdi. Deb bu bek yaxshi bir konkretni kichik bir abzas bilan tushuntiribdi. Ama bizim ezelden dikkat qilib kelyapmiz bu ishlarning bo'layotganligini, lekin manda bir shaklda sistemlashtirib, mana bu odam bir abzas bilan ifodalab bergan hozirgi bir maqolani ko'rmagan edik. Shunday. Bu odam o'zining bu Uyg'ur sot kollegiyasiga sungan bu maqolasida balki yaqinda e'lon qilingan maqolasining bir qismi bo'lishi kerak deb o'yladim. Mushni e'lon qilibdi, men buni bizning shu anglag'uchlarimiz, ko'rurmanlarimiz va Uyg'ur vaziyatini kuzatayotgan ham kelgusida kuzatish iradesi var, hem ya ki Uygurlar hakkında sözleş pırsıtı olan adamlar bir paylansı buldu ki dep oylağaçqa mani dep xulaslab bir işini to'g'ri topdim. Navadisini qo'shimcha qildigan taraflarınız bo'lsa, texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Birinchisi shu siz o'qib o'tdingiz ham tushundingiz, hamda Xitoy hukumatining xalqaroning besimining oldini olish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı'nı qo'lga keltirib olganini. Masalan, bugun Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashida yana Uyg'urning masalasi o'tirib qo'yildi. Bu kishilik huquq Oliy komissari Michelle Bachelet xanım yana u Xitoyga berishni arzu qilganligini, Xitoy hukumatining ishkar zamon ochiq, ammo nurg'un shartlar bilan u kelishni yo'l qo'yganligini, o'xshash narsa har yil bir ikki qitim takrorlayapti. Uningda 4 yildan yoqib aldamangan bir qadam yo'q. BDT'ning nihoyatda o'zining rolini joriy qildiramaganligini ko'ryapmiz. Uningdan sirt xalqarалық hamda bu İslam Həmkarlıq Təşkilatını ko'ryapmiz. Asosan İslam Həmkarlıq Təşkilatı 58 davlat bo'lgani bilan uningki 20 dan ortiq davlat har qitim Xitoyni qo'llaydi, Xitoynikini to'g'ri deydi. Ham Xitoy hukumatining Uyg'urlarga bostirishni to'g'ri deb berayotgan davlatlar, mush davlatlar, Saudiya Arabiston, Pokiston, u bu deb. Uningdan sirt yana mening alohida o'tirib qo'ygan bir nuqtam bu Adrian Zanders efendidan keyin. Hammamiz hamda 4 kun mobaynida ko'rib keldik bu soatni. Undan biri 6-cı ayda yani 4 gün, 8 gün 8 saatdan 64 saat hamda to'xtamasdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan, yerlik millatlarga qaratgan jinoyat ustida har xil mutaxassislar so'zlagan bo'ldi. Ammo bu
Gerçi bu sotni endi Dünya Uyghur Qulturining raisi Dolqin Aysa'ning tashabbusi bilan qurilgan bo'lsa-mu, meningki qattiq ta'sirlanganim bu sot xalq tarafidan qurilgan mustaqil sot bo'lganligi uchun o'zining mustaqilligini shunchalik saqlab keldi. Hatto oxirida u Hamid Sabi apandi dedi. Biz hatto Xitoy hukumatidan bizga vakilavat, dokladlarni ta'minla, hatto o'zining guvohchilarini aka buningda so'zlar desak, bizga inkos qaytmadi deydi. Gerçi Xitoy hukumati Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi, hatto Xitoyning Londondagi bosh elchisi bularga norozilik bildirib, ayblab bularni qarshilik ko'rsatdi, hujum qilgani bilan, hatto guvohchilar hujum qilib mana Hamid Sabi apandi dedi, ikki guvohchi andishidan, qo'rqqanidan, hatto o'ziningki ta'minlagan guvohligini yondirib oldi deydi. Masalan, Xitoy hukumatining besimidan. Ammo hatto meniki ta'sir bergan o'sha Muşa qatam masalan so'zlagan g'arblik mutaxassislar bo'lsin. Bular hammasidan so'rdi. Sen manda da'vatsa, ammo sening rostliging qanday ishlaymiz? Hukumatning hujjati manda da'vatsin, na'dan olding? Sen na'da ishlaysa, sening tashkiloting na'dan pul keladi? Deb masalanda, hatto yig'in boshlanishdan burun Jeffrey Nice apanda hatto bu biz ma kap so'zlaganlarga biz pul berdikmi? Deb elig'inda bir pul bilan pulni setib olib akilib so'zlatgandek emas. Faqat aş guvoh berganning yo'l puldan boshqa hech qanday odamga pulni bermaganligi, hatto o'sha o'zining mustaqil bir so'ch ekanligi, betaraf ham ularning chiqargan oxir qarorining bir ishonchlik inovatga ega bir qaror bo'lganligini isbotlash uchun mushlarning hammasidan, masalan, Adrian Zanzning oxir so'rgan savollar, nəhayət küçük suallar. Bu rasmiy bir sotning savoli. Adrian Zanzning o'ylanib turib gapildi uni. Bularning maydoni, ya'ni sen kelib so'zlasanglar, dadim bor yoki ma paket meni qiynadi, meni uni ko'rdim, buni ko'rdim yoki ma isbot desanglar, uni qabul qilmaymiz. Biz sendan so'rab, boshqalardan so'rab, surishtirib, buning rost yoki yolg'onligini isbotlagandan keyin shuning asosan biz qaror chiqaramiz deb shu maydonda turdi. Ya'ni bir sot degan shunda turish kerak asli. Ashla bir taraf mustaqil holda. Endi buni men shaxsan ko'ra oldim. Buningdan bir hisobda men bular haqiqiy bir sotning o'zligini faqatla meliqi Uyg'urlar dadin to'kanlik uchun Uyg'urlarniki rost deydiganlar emas. Shu to'g'ri deysiz. Xalqaroliq texnik inovatlik bir qaror chiqara oladiganligi, ama texnik bo'ldi. Ko'rinib turibdi. Oxirida Hamid Sabil efendim xulosalab o'tdi-ku buni. Mushu 8 kun, ya'ni 2 qatimliq sot jarayonida 70 dan ortiq guvohchini, ya'ni 9 ya'ni 15 lager shohidini. Bu nimada asosan bu sotda guvohlikni o'tkazganligini, ya'ni voqeat shu nurg'un bexatarlik va boshqa sabablar bilan Xitoyning yo'l qo'ymasligi sababli Xitoyga berib tekshirish imkoni ega bo'lmagan bo'lsa-mu, nurg'un cheklimliklarga uchirgan bo'lsa-mu, ammo bu sotningki natijalik o'tganligini tilg'ilib o'tdi. Menimcha biz bayonma oldin qatim degan to'q, bu bir shu yaqin zaman Uyg'urlarning Yevropa yoki G'arb da'vo tarixidagi bir institutlaşgan tarixiy voqea, natijalik tarixiy voqeaning birisi bo'ldi deb da'vat qilgan bo'lardi. Shuning gapini yetkazib o'tiribdimiz-ku bu yerda. Shundoq. Adrian Zenz hozir o'zininki yaqinda bir maqolasini e'lon qilganligini o'tirib qo'ydi. Biz hozir bu odamninki sotda bergan guvohligi va o'tirib qo'ygan maqolalardagi sungan maqolalardagi muhim nuqtalarni xulosalab o'tgan bo'ldik. Vaqt munosabati bilan balkim buguncha belə qo'shimcha qiladigan taraflar bo'lmasa, mishaq to'xtasak deb o'ylayman. Ammo sizning yana bilakcha Adrian Zenz haqida so'zlaydigan taraflaringiz bo'lsa so'zlasak bo'ladi. Meningki qolgan deydigan gaplarim yo'q. Meningcha endi bu 4 kun davomlashdi bu 2-chi qitimligi. Meningcha butkul Uyg'ur xalqi hozir shu 12-chi oyda bular qanday bir qaror chiqaradi deb bir zo'r umid ichida. Endi albatta hammamiz shundoq endi. Chunki endi Uyg'ur xalqi endi qolgan sotlarga berib bularning davosini qilib, hozir bu Xitoy hukumatining javobgarligini tatamagan ekan, mushu sot bo'lsa-mu Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi yo irqiy qirg'inchilik, yo insoniyat qarshi jinoyat va yoki etnik tozalash degan bir qarorni chiqarsa, u chaqda hech bo'lmagan chaqda qolgan hozirgacha Xitoy hukumatining
qilayotgan ishiga ishni bo'lamagan, o'zining qarorini chiqarib bo'lamagan g'arbdagi ba'zi davlatlarning jasoratli bilan maydasini kelib chiqib, shu Uyg'ur masalasi ustida bir qaror chiqarishga bir turtki bo'lishi yordam bo'lish ajab emas, shundaymi? Mening gapim tugadi. Shu bizning gapimiz bu haqda tugadigan emas, qilaversak so'zlayotganda qilamiz. Ammo chunki bu yig'inda so'zlangan bunda esil nadir guvohliklarni bir ikki qiz gap bilan xulosalab ularning javharini yetkazish mubak tas. Ular qilingan bir adolatsizlik bo'ladi. Albatta biz hamma deb bo'ldik deb aytolmaymiz. Shundaqdan biz qurbimizning yetishicha, vaqtning yor berishicha, qo'limizdan kelishicha biz sungan bo'ldik. Shu jarayonda balkim kam qolgan ayollar bo'lsa, balkim kelgusidagi bizningki torimizdagi videolarni ko'rib, bizningki ko'rganlarimizning ko'rib bilib qilishini arzu qilamiz, ammo bizning kam qolgan xato qilib qo'ygan taraflarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta bu naq maydonda bo'layotgan jarayonda balki savalliklar o'tmaydi degan olmaydi. Shuningdek anglag'uchilarimizningki bizni to'g'ri tushunishni tilaymiz. Kelgusida biz texnik bir faoliyatlarni texnik yaxshi texnik natija qilishga tirishimiz. Lekin qanday bo'lmasin biz yaxshi bizning texniklik jihatdan bo'lsin, bu bizning bu qatim tarqitishimiz menimcha unumli bo'lgan bir tarqitish bo'ldi deb qardim men. Shunday deyishga bo'ldi. Unda bo'lsa, hurmatli ko'ruvchilar, 4 kundan beri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining naq maydon tarqitishiga alohida diqqat berganingizga ko'p rahmat. Bizni aslardan oyat xush bo'ldik. Bugungi tarqitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Men Alim, unda bo'lsa Mehmetcan. Bo'ldi, rahmat. Men Mehmetcan ko'rib turganinglardek, bugun bu Angliyaning London shahrida ishlayotgan 2-navbatlik sud kollegiyasini tarqitish xizmatimiz mushu yerda oxirlashdi. Bu sud kollegiyasining xotirlari radiomizning tor betidagi video uchurlari ulanmasida va radiomizning YouTube, Twitter va Facebook qatorliq ijtimoiy kanallardagi ulanmalarda saqlanadi. Shuning bilan bu qatimki tarqitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Aman bo'lg'aysizlar.